Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz do'stlar? Bugungi video syomkamiz siz uchun bo'ladi. Ya'ni hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda yangi umra narxlarini e'tiborlarga havola etib boramiz va bundan tashqari shart-sharoitlarimiz qanday bo'ladi? Shular haqida barchasini mana shu videoda oxirigacha ko'rib, o'zlaring mana shu ma'lumotlarga ega bo'lasizlar do'stlar. Video boshidan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka va opa-singillarga mana shu videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Mohirbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Rahmat, Xudoga shukr. Mohirbek, ya'ni oliyjanoblar kanalida to'g'risi qisqa tanaffuslar bo'ldi. Ya'ni mana shu umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarimizga safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Bizda 14 kunlik umra safari bo'ladi, standart paket bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'lishadi. Madinada gastnitsa oralig'imiz 100 metrdan 300 metrgacha. Makkada bo'lsa 700 metrdan 107 kilometrgacha. Malakali 50 boshlarimiz birga ketib, birga kelishadi. 14 kun davomida Xudo xolasa sayohatlarga olib chiqishadi. Bundan tashqari Madinada 2 mahal o'zbek milliy taom, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taom bo'ladi. Madina sayohati, Ravza, Qur'on bosma, qolgan sayohatlar o'z ichiga oladi. Ham Makkada umra amal, Qizil dengiz firma tomonidan olinadi. Hamda umra amal qilish 2 marta nasib qiladi. Doğrusu Toyib shahriga ham sayohatlarimiz bor. Yana qolgan sayohatlarda 50 yoshlarimiz olib boriladi. Makka sayohati ham o'z ichiga oladi. Xo'sh, ya'ni mana shu bir marta to'lov bilan o'zi mana shu 14 kun mobaynida ziyoratchilarimiz ham ziyorat, ham ibodat, ham sayohat qilishlari mumkin. Hammasi ichida bo'ladi. Xudo xolasa. Bundan qo'shimcha to'lovlar boshqa talab qilinmaydi. Faqatgina bir marta to'lov amalga oshiriladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, hoziroq bog'laninglar, aloqaga chiqinglar va ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishlaring mumkin. Biz sizga ishonchli va garantiyali tur firma Centrum Holidays'ni tavsiya beraman. Tanlov o'z qo'lingizda do'stlar. Mohirbek, hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz bor? Hozirgi kunda Vodiydan 11-kunga Farg'ona Madina yo'nalishida va 15-ga Farg'ona Madina, 18ga Farg'ona Madina yo'nalishida. 6-12-ga Namangan Jidda yo'nalishida reyslarimiz bor. Toshkentdan Kunora reyslarimiz bor. Toshkentdan Kunora reyslar bor, Xudo xolasa. Bemalol xohlagan viloyatda, xohlagan tumandan murojaat qilishlari mumkin. Eng asosiysi O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatiladi. Do'stlar, bunaqa sharoit to'g'risi imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Bu faqatgina oliyjanoblar kanalining ashaddiy obunachilari uchun maxsus video rolik bo'lyapti. Xo'p, oliyjanoblar kanalidan chiqyapman deyotganlarga hozirgi kunda Vodiydan va Toshkentdan reyslarimiz bor. Shularni narxini necha pul qilib belgiladik? Hozir hammasini bir xil qilib qo'ydik. Obunachilarimizga 1000 dollardan qilib qo'ydik. 14 kunlik safar 1000 dollardan bo'ladi. Ya'ni so'mga hisoblaganda 12 millionga to'g'ri kelyapti. 12 millionga to'g'ri keladi. Xudo xolasa. Ya'ni to'lovlarimiz so'mda amalga oshiriladi. To'lovlar so'mda amalga oshiriladi hamda bizda to'lovlar bank orqali to'lov bo'ladi. Shot raqamimizga. Bank orqali to'lovlar amalga oshiriladi. Ularga shot raqamlar tashlab beramiz. Shot raqam tashlab beramiz. Xohlasa Vodiydan bo'lsa kelsa, kassalarimizga to'lov qilishadi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring batafsil ma'lumotlarni eshitdilaring. Agarda misol uchun videoda kamchiliklar va xatolar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar va o'z joyingizni bron qilishingiz mumkin. Operatorlar tomonidan siz obunachilarimizga to'liqroq ma'lumotlarni berib o'tishadi. Xo'p, Mohirbek, hozir aytib o'tib ketilgan sanalarda bundan tashqari 50 boshlarimiz birga ketib, birga keladi. Shunaqa. Bemalol Xudo xolasa 50 boshlarni tajribali 50 boshlar bo'ladi. Malakali 50 boshlarimiz bo'ladi. Birga ketib, birga kelishsa, nima muammolari bo'lsa, aytsa Xudo xolasa hal qilishadi. Xudo xolasa, bundan tashqari obunachilarimizga muammolar bo'lmaydi. Mana shu aytib o'tilgan narsalar hammasi Xudo xolasa chiroyli bo'ladi. Do'stlar, tavsiya beraman, hoziroq bog'laninglar, aloqaga chiqinglar, like bosinglar, obuna bo'linglar. Niyat qilayotganlar kommentariyada niyat qildim inshaalloh bizni ham ota-onamiz va oila a'zolarimiz bilan borishni nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni unutmaysizlar. Biz sizga ishonchlisini ko'rsatamiz. Tanlov o'z qo'lingizda. Centrum Holidays faqatgina siz uchun xizmat qilishdan aslo to'xtamaydi do'stlar. Bizni kuzatib boringlar, keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar. Mohirbek, sizga ham rahmat.